Chazorri kamchiliklari va narxlari bilan tanishamiz. Kamchiligini topishga juda ham qiynaldim, lekin har bitta mashinada bo'ladi. Biz topgan kamchilik siz uchun haqiqatan muhimmi yoki yo'qligini izohlarda yozib keting. Biz bo'lsa bir boshdan boshladik. Bu mashina faqat shahar uchun mo'ljallangan. Hozir bir boshdan tushuntiraman. Salon menga torlik qildi. Shaharda bilinmasligi mumkin, lekin uzoq yo'lda juda ham toliqtiradi. Lyuk ochiq holatida havo qaytargich, ya'ni shtorkani yo'qligi havoni shovqin bilan kirishiga va bu haydovchiga noqulaylikni tug'diradi. Shahar tashqarisida, ya'ni trassada 100 kilometrga o'zimiz test qilganda 408 litr benzin sarf qildi. Yomon natija emas, lekin ishlab chiqaruvchi bunga 308 litr bergan. Buni sababi oddiy, mashina trassada harakatlanganda rekuperatsiya ishlamaydi, ya'ni o'zini o'zi quvvatlamaydi. Men his qilgan asosiy kamchiliklar faqat shu edi. Siz qanaqa fikrdasiz? Endi esa eng asosiysi narxiga keladigan bo'lsak, avtomobilni 4 ta pozitsiyada xarid qilsangiz bo'ladi. Bugungi kun hisobida ko'radigan bo'lsak, 21 mingdan 24 ming AQSh dollari hisobida chamasi. Meni fikrim 3-pozitsiya eng optimali, chunki batareya quvvati ham 120 kilometrga yetadi. So'nggi pozitsiya bilan opsiyalari unaqa katta o'zgarish sezmadim. Nima keragi bor 1000 dollar ortig'i bilan to'lashi, to'g'rimi? Bu mashina shaharda ishlarni qilib yuradigan akalarimiz uchun yoki taksidagi akalarimiz uchun ideal tanlov deb hisobladim. Agar siz ham shunaqa test drive qilish xohlasangiz, QR kod orqali havolaga o'tsanglar bo'ladi. Bu videoni pulli yig'ib, nima mashina olsam ekan deb o'ylab yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.